Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biza Rasulboy bilan yo'li yaxshi aka. Yaxshimi o'zi? Ha, yaxshi. Mana endi bemalol aylantira olyapti. Betonlarni quydik. Bizani keyingi missiyamiz nima olamiz endi? Nima qilamiz? Uy nima bo'lyapti? Mana devorni qo'ydik. Ha, devorni qo'ydik. Devorni terdik. Ha, endi ani eshik romlarni qo'yamiz endi. Eshik romlarni qo'yamiz. Turba qo'yamiz. Turba qo'yamiz. Mana hozir kanalizatsiyalarni qilamiz. Rasulboylarning uylarida hech qachon hammom bo'lmagan. Biz esa hammomlarni qilmoqchimiz. Endi ani yangida darvoza qo'yamiz. Darvoza qo'yamiz. Hozir bizda shunaqa iltimos bo'lyapti. Ertaga shuvoqchilarimiz keladi. Ichki styajkalarni ham boshladik. Mana sizlarga ko'rsataman hozir. Rasulboy qachonlardir boshlab to'xtatib qo'ygan uylarini bizni bitirib berishni ahd qildik. Bizga hozirgi kunda 3 ta fasadli eshik kerak va 2 ta внутренний eshik kerak. 5 ta eshigimiz kerak. Darvozani xudo xolos zakaz qildik. Darvoza olamiz. Mana endi. Aha. Ha, keldingizmi siz ham? Ana ko'ryapsizlarmi? Shu strib bola. Mana modellar istajga bo'yapti. Istajga bo'lyapti. Xullas biz 15-20 kunda Rasulboy uyini o't uyda bitirmoqchimiz. Hammomi, kuxnyasini, hammasini. Omborxona. Bu yoq kanu. Bu yoq hammom. Hammomni qilamiz. Xullas, hurmatli do'stlar, obunachi, aka-ukalar, biz polni uylarni bitirib berishni bo'ynimizga oldik. Albatta, bugun ertangi sarmoyamiz bor. Bizga yordam kerak. Ya'ni 5 ta eshik kerak. 1 xonaning ichida 2-eshik, 3-eshik, bu xonaning ichida yana bitta eshik, 4-eshik, 5-eshik va 2 ta rom kerak. Kim romdan yo eshikdan yordam qila olsa, aloqaga chiqinglar. Men o'rtog'im Baxtiyorning nomerini qoldiraman. Kim darvozadan yordam qila olsa, biz o'lchatdik, lekin hali pulini to'lamadik. Ular ham aloqaga chiqinglar bo'ladi. Yoki ko'pchilik bo'lib birlashib 5 ming so'm, 10 ming so'mdan hissa qo'shamiz Rasuljon uchun uylarini bitirib bering azizlar, biz sizga ishonamiz. Shuncha ishlarni birgalikda qildik deydigan bo'lsanglar, kartalarni qo'shib qo'yamiz. Rasuljon, tez kunda uylarni bitirib, balki Rasulni uylantiramiz. Juda energichli bo'lasizlar. Bunaqa arabani bersak, tanogisi kelmaydi. Mana shunaqa qilib yuradi. Kuni bilan ustalar bilan to'xtamasdan ishlayapti. Rasuljon, 2 haftada bitiramiz, tushundingizmi? Bitamiz. Bo'ldi.